Assalomu alaykum. Tinchimsiz, ishlaringiz yaxshimi? Suriyaning yangi tizimi, yangi prezidentiga fikringiz qanaqa? Ya'ni yaxshi fikrdaman. Ya'ni o'zini xalqini o'ylab, shu millatini o'ylab, ularni chiroyli turmushini o'ylab turib, tinimsiz harakat qilyapti. Ya'ni imkon qadar bularni hayoti yaxshilansin, yaxshiroq holatda yashashsin, bir yengilroq hayotda yashashsin, qiyinchiliklarsiz, ya'ni sanksiyalarsiz. Shu uchun qattiq harakat qilyapti o'z yurti, o'z xalqi uchun. Va alhamdulillah mana Amerikani, boshqa tashqi davlatlarni sanksiyalari ko'tarildi Suriyadan. Bu degani Suriyadagi hayotni yengillashligi, Suriyadagi xalqni turmush hayotini yengillashligi. Ya'ni Suriyadagi musulmonlar qancha urushmani, necha yillar davomida urushni ko'rib chiqdi, qanaqangi charchashdi, qanaqangi faqirlashdi, o'z uylarini tark etishdi. Hozir mana chodirlarda yashab uyiga borishadigan bo'lsa, uylari vayron bo'lib ketgan. Shu vayron bo'lib ketgan uylarda hozir u bitta-bitta g'isht bilan tikalashga ovora bo'lyapti. Vayron bo'lib ketgan qishloqlarni. Endi unaqa millionlagan musulmonlar bor. Hali tashqariga o'sha urushlar sababli Suriyani 5 milliondan oshiq odam o'z uylaridan ayrilgan. Qancha millioni chiqib ketgan, Suriyani tark etib, qancha millioni Idlib mintaqasida chodirlarda yashayotgan edi. Ya'ni holat juda ham og'irdi. Va hozirga kelgan shu hukumat boshlig'i Ahmad Shara shu xalqni chiroyli holatda yashashligi, qiyinchiliklar ketishligi, narx-navolar arzonlik bo'lishligi uchun harakat qilyapti. Ya'ni o'zini xalqi uchun qayg'uryapti.